Assalomu alaykum. O'zimizning gapda bugun mehmonimiz bittagina emas, bir qator mehmonlarimizni studiyamizga taklif etganmiz. Bu aziz mehmonlar bizning ko'rsatuvimizdagi mehmonlar yaqindagina Toshkent shahrida bo'lib o'tgan iqtidorli yosh ijodkorlar forumi qatnashchilari, o'zlari ham ustoz, o'zlari ham shogird. Shunga qaramasdan yana forumlarda ishtirok etib, o'z ijodlarini, ijod namunalarini shogirdlariga, yurtga taqdim etishdi yana bir bora. Assalomu alaykum, barchangizga xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Endi mehmonlarimizni men emas, yaxshisi keling ular o'zlari tanishtirsin. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Mehribon Abdurazzoqova, Jizzax viloyati Sharaf Rashidov tumani 8-sonli bolalar musiqa san'at maktabining fortepiano o'qituvchisiman. Qolaversa 2025-yil Zulfiyaxonim nomidagi davlat mukofoti sovrindoriman. Juda ham xursandmiz tanishganimizdan. Xush keldingiz. Marhamat. Men Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l rayoni madaniyat bo'limi rejissyori Zinadinov Islombek. Menda so'nggi shekin bir qator xalqaro respublikalik tanlovlar jengimpozi bo'lib kelganman. O'zim madaniyat tarafida жұмыс ishlayman. Juda ham yaxshi. Madaniyat xodimlari demak. Marhamat. Assalomu alaykum. Men Adilbek Baxtiboyev, Qoraqalpog'iston Respublikasi Shimboy rayoni 24-salli bolalar muzika ham ko'rkam hunar maktabida o'qituvchi bo'lib ishlayman. 2019-yili Nihol mamlakatlik siylig'ini olishga muyassar bo'lganman. Nihol mukofoti sovrindori Adilbek. Xursandmiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Men Azarboyev O'tkirbay, Nukus qalasındagi opera ham baxshichilik ko'rkam hunarni qanagallashtirilgan maktab-internati o'qituvchisiman. Ham qolaversa, o'sha yili Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi tomonidan belsenda yoshlarga beriladigan umid ishqini ko'krak nishoni egasiman. Juda ham xursandmiz. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Xo'sh, forumlar qalay o'tdi? Eshitishimga qaraganda, to'g'ri, men u yerda ishtirok etmadim, lekin eshitishimga qaraganda O'zbekistonda birinchi bor ana shunday iqtidorli yoshlar, ijodkor yoshlar forumi ekan bu. Xo'sh, balki siz aytarsiz. Albatta, Oltin kurs forumi juda ham, nima desam, biz yoshlar kutgan darajada bo'ldi. Bu O'zbekistonda birinchi marta o'tkazilayotgan va ijodkor iqtidorli yoshlarni jamlashtirilgan forumi bo'ldi. Unda loyihalarimiz to'g'ridan to'g'ri inobatga oldi. Birinchi kuni yoshlar bilan rahbar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda rahbarga to'g'ridan to'g'ri barcha yoshlarning hududiy bosqichidagi muammolari bormi va ularning yechimi bormi shu bo'yicha suhbat bo'ldi. Va bu yerda faqat demak, forumda faqat haligi kel ijodingni ko'rsat emas, balki sani joyingda, sani o'sha hududingda nima muammolar bor, ularning yechimlari bu haqda ham gapirildi. Albatta shunday. Forum bu 5 kunlikka tuzilgan, dastur asosida bo'ldi. Birinchi kuni rahbar va yoshlar uchrashuv, bu aytganingizdek muammolar muhokama bo'ldi va ularga yechim, loyihalar. Ikkinchi kuni ijodkor yoshlar, ya'ni forumda o'qituvchi va ularning shogirdlari ham tashrif buyurgan. Shogirdlar tomonidan musobaqalar e'lon qilindi, festivallar, kichik. Uchinchi kuni esa aynan mahorat darslari, ya'ni professional o'qituvchilar tomonidan mahorat darslari olib bordi. Va to'rtinchi kuni esa loyihalar mavzusi bo'ldi, ya'ni boyagi birinchi dasturda bo'lgan muammolarning yechimi. Ular bo'yicha bo'ldi. 5-kun esa taqdirlash, boyagi ustoz va shogirdlar kelgan tomonidan bo'lgan tanlovlarning g'oliblari aniqlanib taqdirlandi. Bir narsa qiziq, hozir qaysidir kuni dedingiz, ikkinchi kuni dedingizmi adashmasam, ustoz va shogirdlar o'zlarini ijodlarini namoyish etdilar deyildi. Sizlar hammanglar ustoz ekansizlar, a? Albatta. Faqat sizdan tashqari, ya'ni sizdan tashqari deganim, siz rejissyorsiz, lekin siz ham o'zingizga yarasha shogirdlaringiz bor albatta. Qolganlar hammasi musiqa maktabida dars berishadi. Fortepianodan, torli asboblardan, opera, baxshichilikdan qoyil. Suhbatni boshlashdan oldin O'tkirboy, sizdan baxshichilikdan biror narsa eshitdik. Sal quloqlarimiz baxshichilik nolalarini sog'ingan. Ana undan keyin suhbatni davom ettirsak, nima deysiz? Albatta, hozir men sizlarga Abbas Dabilov so'zini Qoraqalpoq xalq namosi, Besperda namosina nega darkor qo'zg'in atqarib bermoqchiman. Yaxshi, marhamat. Xalq uchun belini bulmasa, xalq uchun belini bulmasa, yigitda nomusi bo'lmasa, vatan uchun tug'ilmasa, unday yigit nega darkor, unday yigit nega darkor. Xalq hürmetini ko'zga ilmagan, uyat nomusni bilmagan,
Vatan ushuna jon bermagan qo'rqoq jigit ne gider kar, qo'rqoq jigit ne gider kar. Qulaşlap toqpaq urğanday, düşmanın moynuna julğanday, düşmanın moynuna julğanday, qaytpas tabanda turğanday. Yor sene Mert yigitler bizge darkar. Ay, sog' bo'ling. Bravo, zo'r, chiroyli. So'zlarni qarang, tarbiyaviy ahamiyatga ega. Ya'ni yigit degan ori bo'lmasa, vatanni ishqida yonmasa, jasorati bo'lmasa, bunday yigitlar ne darkor deyilyapti. Qoyil, juda ham chiroyli. To'g'ri tushunibmanmi o'zi so'zlarini? Durust. Durust degani To'g'ri. to'g'ri deganimi yo bo'ladi deganimi? To'ppa to'g'ri. Yaxshi. O'tkirbek, demak siz ham o'zingizni mahoratingizni namoyish qildingiz, ustozlardan eshitdingiz, shogirdlarga eshittirdingiz, shunaqami? Ustozlarim haqida aytib o'tadigan bo'lsam, Nukus qadriyatlangan madaniyat maktabida sol ustozim Xalqlar do'stligi ordenining egasi O'rolboy O'tanbetovdan sol baxshichilik yo'nalishining alvon sirlarini o'rgandik. Ham qala bersa оны Ajinaz atınдағы Nukus mamlakatlik pedagogikalik institutunda ustozlarimizdan o'rgandik. Ham hozirgi kunda sol Ajinaz atınдағы Nukus mamlakatlik pedagogikalik institutining magistratura bölümünde ikinci basqışında ta'lim olib keltirman. Endigi жағында болса сол жұмыс орнымда opera ham baxshichilik ko'rkam өнеріне qaniyliklangan mektab internatында сол шәкірттерге ата-бабамыздан keltirgan ұлы baxshichilik жөнелсін dastanlarımızды, xalq qo'shiqlarini terеңнен үйретіп keltirmiz. Islombek, xo'p, sozandalarni tushundik, xonandalarni tushundik. Rejissyorlar nima qilishdi forumda? Albatta, men Toshkent qalasida bo'lib o'tgan forumda o'zimizning Qoraqalpaqiston Respublikasi Madaniyat Ministrligi janridagi yoshlar to'plamining birgalikda tayyorlab kelgan kreativ loyihalar haqida fikr almasdik. Butkul O'zbekiston yoshlari bilan ko'rkam hunar ham madaniyat tarafida qanday toza loyihalarni amalga oshirgan жағдайда elimizning madaniyati, elimizning zamonaviy madaniyati qalay rivojlanadi degan ulkan bir so'rovni o'rtaga tashlab, bu ulkan kreativ loyihalar ustida ishlash haqida maslahatlashib oldik, fikr almasdik. Ustozlarimizdan ulkan shu yo'nalish bo'yicha yaxshi professional qanigalardan ma'lumotlarni oldik. Foydali bo'ldimi? Albatta. Bu o'zi O'zbekiston Respublikasi Madaniyat Ministrligi tomonidan shulkumlashtirilgan, birinchi marta shulkumlashtirilgan bu forumning eng ahamiyatli bo'lgan yeri biz uchun Qoraqalpaqiston Respublikasi yoki tek Toshkent qalasi yoshlari emas, butkul O'zbekistonning eng sara yoshlari, eng yaxshi durituvchi yoshlarini bir yerga jamlab, birga durituvchilik жұмыслары bilan bo'lishgani bizlar uchun ulkan bir saboq, ulkan bir tajriba, ulkan bir жаңалық bo'ldi desek xatolasmaymiz. Yaxshilikka xizmat qilsin deymizda, chunki mana shunday forumlar bekorga sizlarni bir joyga jamlamayapti. Mana vodiydan, vohadan, Qoraqalpog'istondan bular hamma ijodkorlar jamlanganda, mana bunaqasi bo'lyapti. Siz aytganday, innovatsion loyihalar, yangi loyihalar. Chunki bugun hech bir soha davrdan, zamondan orqada qolish kerak emas. Sabab bugun agar bir kunga kechiksangiz ham ko'p narsani yo'qotish mumkin. Texnologiyalardan. Endi texnologiyani qo'yib turib tarixga nazar tashlaymiz. Qo'bizni aytmasdan iloji yo'q. Odilbekka o'zlari bir jahon, qo'bizlari bir jahon ekan. Men bu qo'bizni juda ham yaxshi ko'rib qoldim. Hurmatli tomoshabin, menimcha agar bizni tomosha qilayotganlar bo'lsa yaxshi bilishadi qo'biz cholg'usini, sirlari-yu asrorlarini, tarixini. Lekin men uchun birinchi marta qo'limga ushlab ko'rdim. Bugun qo'bizni, shuning uchun men uchun ochilma, kashfiyot bo'ldi bugun. Odilbek, o'zingiz gapirib bering qo'bizingiz haqida. Bu qo'limdagi saz asbob Qoraqalpoq xalqining milliy saz asboblarining biri qo'biz hisoblanadi. Qo'biz asbobi
ma'lumotlarga qaraganda 6-9 asrlarda paydo bo'lgan ham buning yaratuvchisi Qo'rqit ota bo'lib hisoblanadi. Ha, Qo'rqit ota. Qo'rqit ota afsonasida kelgan bizlarga qulog'ina bir saza kela beradi. Сол sazды shertu uchun muzika saz asbobini islemoqchi bo'ladi. Ham to'g'ayda ketib bora turgan yerinde shaytonlarning söylesip o'tirganini eshitib qo'yadi. Sonda shaytonlar bir-biriмен söylesip o'tirgan bo'ladi da. Qo'rqit bir zo'r isti qo'lga olibdi. Biroq kuyulindagidek saz asbobni islay olmabdi. Eğer Qo'rqit do'ng'iz suykelib qo'ragan jideden shana qo'ysa deydi, сол shanag'i ul beti bas bo'liga deb aytiladi-da. Do'ng'iz suykelib qo'ragan jideden shana qo'ysa deydi. Odan keyin Baqraq tüyünün jaq terisinden teri taqsa deydi, сол terimiz. Keyin ayg'ir attың жалынан qil taqsa deydi, осы qilimiz. Көне суға бақтан көтергіш істесе дейді, бұл көтергіш тиек деп айтылады. Бір зор шыққыш аспап болар еді, өзіндегі құлағына келген сазды шерте алар еді. Қобыз аспабын сол уақытқа шекем қыз бала болсын, аял адам еш уақытта ыстамаған, біздерде пірлі есапланады. Men ushladim, hech narsa qilmaydimi? Yo'q, esat qilmaydi. Istab qo'siq aytmagan. Qo'siq Qobizda demak, qarang, juda ham ajoyib ma'lumotlar. Qobizda faqat erkaklar chalishlari, kuy ijro etishlari mumkin ekan. Ayollar qo'biz ishlab qo'shiq aytishmagan ekan. Yana bir narsa, o'sha naychasini berib turing-da. Mana shu naychani qadrli tomoshabin, hozir Odilbek o'zlari ham aytib ketdilar. Qo'biz asbobini mana shu chanoq qismi, qo'l bilan ushlaydigan qismi, bular hammasi jidadan yasalar ekan. Mana bu nay deydimi, buni nima deydi? Tortqich deyiladi. Tortqich. Bu tortqich mana shu har biri otni yoli. Taxminan nechta otni yoli bor bu yerda? Hozir u yerda bir 70 lik bor. 70 dona yol, 70 donaga yaqin otni yoli bor. Bundoq turganda-ku bir ishga yaratish qiyindir balki, lekin u mana bunday tarang tortilgandagina bundan kuy chiqadi. Albatta qo'llardagi qo'bizdagi torlar, simlar, ular hammasi o'sha ot yolidan tayyorlanar ekan. Yana Odilbek bilan ko'rsatuvgacha ozgina gaplashganimizda aytdilarki, otam oddiy og'ilxonada bog'lab qo'yilgan ot emas. U poygalarda, ko'pkarilarda ishtirok etgan ot bo'lish kerak. Ana shunday otlarning yo'li mustahkam bo'ladi. Ana shunday otlarning yo'li uzilmaydi qo'bizda chalinganda. Yana bir qiziqarli ma'lumot, shunda qo'bizingizni baland ko'taring-da. O'sha mana jag' qismini ko'ryapsiz, pastki qismi, qadrli tomoshabin. Aynan mana shu joy baqiroq tuyani chakay terisidan ishlanar ekan. Baqiroq, aynan nimaga baqiroq tuya deb hatto kulibman. Shunaqsam, baqiroq tuya baqir urgani uchun jag' muskullari. Jag' muskullari o'sha haligi mustahkam bo'lar ekan, terisi tarang tortilib, terisi ham mustahkam bo'lar ekan. Ana shuning uchun ham aynan baqiroq tuyani jag'idan olingan teri bilan qoplangan ekan. Qoyil. Men ochig'i bu qadar diqqat bilan, bu qadar ko'p ma'lumotni, bugun men uchun ko'p ma'lumot, mana shuni o'zi hamda hattoki. Bu qo'bizni ustalari qayerda? Bu qo'limdagi qo'bizni сол Shimbay rayonida o'zim uy betimda Saparboy ota degan usta bor, сол islab ma'gan sovg'a etgan, inam etgan. Saparboy otaga ham bizdan salomlar, duolar bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Mana shunday qadimiy cholg'u asboblari hali hanuz yosh ijodkorlarni, yosh iqtidorlarni qo'lida orzularni, dardlarni kuyga tushirayotgani, zabonlardan o'tib quloqlarga yetib borayotgani katta tahsinga sazovor. Endi Odilbek qo'biz haqida shuncha gapirdik. Rahmat Odilbek, nimadir eshitamizmi sizdan ham? Albatta. Marhamat. Hozir so qo'biz asbobida qo'limizdan kelgancha bir nasihatdan atqarib bersam. Marhamat. Bir nasihat aytayın kulak salın ay bu gapga shaltan bo'lmang ay shalaqlab vurun sizdan ay demetmeng Handam bo'lmang bas qo'spang hasili buzuq ay namartkav
Екі шақсың ай бас қоса қылып өтпейдің ай арадан. Екі яман бас қоса қол кетпейдің ай жағадан. Осы айтқанымды тыңласаң боларсың ел жұртың. Ay sağ olun. Qoyil. Oaziz biz bilan shunaqa uyg'un bo'lib ketdi. Bu avji deyiladimi, bilmadim nimasi deyiladi, lekin ana shu joyda qo'biz siz bir butun bo'ldinglar. Qoyil. Bu uchrashuv Madaniyat vazirligi tomonidan tashkil etilgan Oltin kuz iqtidorli yosh ijodkorlar forumi respublika bo'yicha juda ko'p ijodkor yoshlarni birlashtirdi. Shoirlar, u yerda nafaqat ijrochilar, balki shoirlar ham bo'lishdi, adabiyotchilar bo'lishdi, yoshlar orasida haligi hikoya navislar, roman navislar bo'lishdi, unga qiziqayotganlar. Nima berdi? Bugun siz o'zingizga nima oldingiz? Bu forum men uchun, deyarli shogirdlarim uchun ham anchalik muhim ahamiyatga ega bo'ldi. 30 dan ortiq shogirdlarim bor. Mehribonu, siz o'zingiz xafa bo'lmaysiz, men hali o'zingizni shogirdsiz deb o'ylayapman-da, lekin hali xayolimdan ko'tarilyaptiki, siz fortepianoda ustoz ekanligingiz, o'qituvchi ekanligingiz. Sizni shogirdlaringiz ham ishtirok etishdimi? Yo'q, shogirdlarim Jizzaxda, lekin bu forumdan olgan narsalarimni deyarli tashlayapman. Xabaringiz bor, 7-kuni prezidentimiz Jizzax shahriga tashrif buyuradi va shunda chiqamiz. Chunki Zulfiyani aynan olganda prezident sen va shogirdlaringdan ko'p narsa kutyapman, mehribon. Jizzaxda aynan fortepiano turi rivojlangandan juda xursandman, chunki bilasiz, Toshkentda asosan fortepiano rivojlangan deb aytgan edi va prezidentimiz bilan birga Ozarbayjon davlatiga borib, shogirdlarim eng yaxshi cholg'u nominatsiyasini qo'lga kiritdi va men o'zim Osiyo bo'yicha eng yaxshi pedagog nominatsiyasini oldim. Qoyil. 2 yoshimda Osiyo davlatlari o'rtasida. Qoyil. Mana shunday yoshlarimiz bor-ku, kayfiyatingizni ko'taradi, qanaqadir ilhom beradimi, motivatsiyami bilmadim. Shogirdlarim deb o'zlari shogird, o'zlari yosh, lekin shunga qaramasdan bu yosh iqtidor sohiblarini o'zlarini shogirdlari bor va ular ham bugun O'zbekiston bayrog'i, O'zbekiston madhiyasi bilan chet davlatlarda, qo'shni davlatlarda mana shunday musiqiy festivallarda, tanlovlarda O'zbekiston nomidan chiqishyapti. Yurt rahbari borgan joylarda ana shu yoshlar bilan bemalol mana O'zbekistonimizni yoshlari deb bemalol ayta olyaptilar. Bu qayta faxrda, to'g'rimi? Yaqinda shu Zulfiyaxon davlat mukofotini yurtboshimiz ko'ksimga taqar ekan, so'zlari hali ham qulog'im ostida va hayajonlanaman o'sha damda eslasam. Aynan meni e'tiborimni qaratgani bilasiz, baribir rahbarimiz bilan uchrashar ekanmiz, hayajon bo'ladi. Mehribon qizim degani bu otam bilan gaplashganday bo'ldi. Mehribon qizim, sendan va shogirdlaringdan ko'p narsa kutaman. Jizzaxda ham san'atning aynan fortepiano turi rivojlanayotganidan xursand bo'ldim. Va men shuni aytamanki, prezidentimizga endiki agar yana ko'rishsam, aynan Jizzaxda emas, deyarli hozirgi kunda hamma chekka hududlarimizda ham, qishloqlarimizda, tumanlarimizda ham san'atning hamma turi rivojlanyapti. Chunki hozir qaysi maktablarga boring, tuman maktablarga bo'lsa ham aynan fortepiano turi bor, fortepiano instrumenti bor. Musiqa maktab sinflarida ham hamma jihozlar bor. Yaxshi. Necha yildan beri pedagogsiz shunaqa qilib? Agar maxsus oladigan qarasam 3 yildan beri, lekin oliy ta'lim bilan qo'shsam 5 yildan beri bu sohani pedagogik. Qoyil. Zo'r. 5 yildagi shuncha natijalar, 25 yilda nima bo'larkin, a? Dunyoni zabt etarmikin siz mehribon? Albatta, shunday maqsad qo'yganmiz. Jahon sahnalarida o'zbek qizlarining kompozitorlik asarlarini eshitgan davlatlar bu qaysi davlatning asari ekan deganda, baralla O'zbekiston degan yurtboshi qo'llagan davlatning kompozitorlari deya e'tirof etishni. O'zingiz ham musiqalar yozib turasizmi? Albatta, Sebulis dasturida programma orqali qisqa ijodlarimni namoyish etib turaman. Maqsadim shu kelajakda aynan Jizzaximizda o'zida endi O'zbekiston bo'yicha ham xudo xohlasa kompozitorlik maktabi ochmoqchiman. Konsert qo'yish dasturini ko'z tegmasin, nasib etsin deymiz. Islombek, rejissyorlik shunaqa yo'nalishga ko'pincha
haligi rol ijro etgan yoki deylik sahnaga chiqqan, lentada ko'rinadiganlar oldinda turadida, rejissyor orqaroqda qolib ketadi. Sizni sohangiz shunaqa, sizni yo'nalishingiz sal orqaroqda. Lekin rejissyor degani faqat kino yoki teatrda emas, mana turli tadbirlarni tashkil qilishda ham, masalan, tuman miqyosida, viloyat yoki o'sha Qoraqalpog'iston miqyosida bo'ladigan bayram tadbirlarini tashkil etishda ham rejissyorlarimiz agar bo'lmasa, hamma bilganini qiladi, to'g'rimi? Hamma har qayoqdan kelib qolishi bor. Albatta. Осы Ташкент қаласында болып өткен форумға да Қарақалпақ жастарын бір жетекшісі есебінде осы жастарды алып келген болсам, біргелікте келген болсақ, маған бұл форумның енді менің өзіме һәм де сол Қарақалпақ жастарына бір не берді деген сұрауды ертең сол Қарақалпақ жастары сұрағанда да, сол ташкентлік ұстазларымыз сұрағанда да мен бір кеуіліме түйіп қойып едім, айтаман деп. Біздердің Қарақалпақстаннан енді Ташкентке әрдайым келу жүдә аңсат емес жастарымыз. Сол ақырғы 5 күн давамында өткен форумда бірде-бір жас дөретушілерімізден бір Ташкент қаласын бір айланайық, Ташкент қаласын бір қадырайық деген нәрсе болмады да. Себебі форум сол дәрежеде қызықлы тарапы бір жағында һәм пайдалы тарапы жүдә көп болғанлығы себеплі, және өзіменен қатар, және бір өзінен сәл-ақ жоғарылау өзінің жөнелісі бойынша басқа уәлаятлардан келген жастарменен біргелікте тілдесіп, оныңменен бір дос болып, оныңменен ертең келешекте де дөретушілікті біргелікте алып баруға болған олардың бір мехрі, олардың бір іштияқы bir mening o'zimda de bir to'lqinlantirdi desam bo'ladi. Yaxshida bunaqa imkoniyatlar. Masalan, Odilbekka yo'nalishida ham ijrochilar ko'p emas-a? Hozir bugun hamma kompyuter, IT texnologiyaga qiziqayotgan bir paytda qo'llarida mana shunaqa qadimiy sozlarni ushlab turgan yoshlarimiz borligi bizning madaniyatimizni davomchilari borligidan darak. Bu faxr. Qobuz yo'qolib ketish kerak emas, dutor yo'qolib ketish kerak emas, tambur yo'qolib ketish kerak emas. Yurtboshimiz ham qilayotgan, aytayotgan hamma harakatlari shuki, biz asl madaniyatimizni saqlab qolishimiz kerak. Faqat uni zamonlar osha chiroyli, toza holatda, bu davrdan, zamondan uzilmagan, zamonaviy holatda yetkazishimiz kerak deyaptilar. Albatta. So'z yurtboshimiz milliylikka ko'p e'tibor berib rivojlantiruvda bir qancha festivallarda, tanlovlarda ko'rkemlashtirmoqda. Mana so'ning arqasida yoshlarımizda so qobuz asbobina qiziquvchilik qo'yanmoqda. Mening o'zimda hozirgi kunda 10 o'quvchi o'qimoqda. Qobuzda aynan qobuzni chalishni o'rganishyapti. Qoyil. Mening o'zimda. Buning bari sol yurtboshimizning milliyligimizga bergan e'tibori, yoshlarni qo'llab-quvvatlavi ham so milliyligimizni rivojlantiruv barısında izlenib отырған tanlovlar, мысалы, Baxşı tanlovi o'tkaziladi, xalqaro. Menda sol tanlovda qatnasib O'zbekiston ko'lamida siyli o'rinda olganman. Dastallarni uyrenude, dastallarni yoshlarning qulog'ina singdiruvde, mine usunday tanlovlar, usunday festivallar bizlarda yoshlarga uyretude, eleda o'quvchilarni tayyorlab, balalarimizni so milliylikka qiziqtirib, bizdagi motivatsiya bo'lib o'tir bunday festivallarning, tanlovlarning o'tkazilishi. Boringlarga shukur deyiladigan jumlalar aynan sizlarga nisbatan aytiladiganda. Chunki yoshlarimizni bugun chalg'itadigan, ularni o'ziga qaratadigan qiziqishlar ko'p bugun. Internetdagi har qanaqa blogerlik deylik yoki yangi paydo bo'lib kelayotgan kasblar bor. Baxshichilik desa, yo'q, deydiganlar ham bor. O'tkirbek, siz qanaqa qilib bu baxshichilikda qolib ketdingiz shu? Siz ham masalan boshqa narsaga ergashib ketib, bloger bo'lib ketsangiz bo'lardi. Haligi qo'ya buni nima qilaman, Vine suratga olaman deb. Endi albatta o'sha baxshichilik o'yinlarga qiziqdik. Qolgandagi tekarg'i maqsadimiz үйреніп атырған өнеріңнің түп мәнісін, түп сағасын білу әлбетте бұл ең tekarg'i motivatsiya da. Baraka topinglar. Ochig'i sizlarda yoshlarimiz borligi bu yurtimizni va bizni millatimizni, o'zbek, qoraqalpoq millatini boyligi. Siz o'zingiz uchun faqat bitta o'zingiz uchun harakat qilmayapsiz-da. Ana shuning uchun bu boylik. Ana shuning uchun millatga xizmat.
yurtga xizmat deb tavsif etilishini istagan bo'lardim. Aslida shunda ham tavsif etiladi. Chunki bir o'zingizga emas, bugun siz har biringiz o'zingizni yo'nalishingizda ustozsiz. Shogirdlar bor. Qobizdan, dutordan, baxshichilikdan, fortepianodan, rejissyorlikdan ta'lim olayotgan yoshlar bor. Ular ertangi madaniyatni belgilab beruvchilar. Bizni millatimizni, bizni xalqimizni, elatimizni madaniyatini belgilab beruvchilar, dunyoga qay holatda bo'lsa, ana shu holatda ko'rsatuvchilar. Demak, biz mas'uliyatlimiz, javobgarmiz. Biz o'rgatganimizdan ko'ra o'zimiz yaxshiroq bo'lishimiz kerak. O'zimiz usta bo'lishimiz kerak. O'zimiz iqtidorli bo'lishimiz kerak. Sizlar bilan gaplashib, suhbatlashib faxrlandim har biringizdan. Madaniyat tashuvchilari, yelkalarida madaniyat mas'uliyatini olganlar, san'at mas'uliyatini olganlar ta'zimdamiz. Sog' bo'linglar, ijodlarga omad baraka tilaymiz. Madaniyat vazirligiga, san'at ahliga esa minnatdorchilik bildiramiz. Mana shunday forumlar yoshlarni birlashtiradi. Madaniyatlar, qadimiy madaniyatimizni chiroyli holatda saqlab kelajakka uzatish uchun ko'prik vosita va bu ko'prik vosita bir marta mana shu ko'prik bo'ldi deb to'xtaladigan narsa emasda, biz har kuni tashuvchimiz ana shu madaniyatni, ana shu san'atni har kungi tashuvchilari sizlar. Har biringizga rahmat. Xudo xolasa yangi cho'qqi, yangi marralar bilan yana o'zimizni gapda kutamiz sizlarni. Albatta. Rahmat. Sizlarni ham aytadigan gapinglar bo'lsa, marhamat, kameralarimiz muntazir. Albatta barcha ijodkor yoshlarga aytardim. Men aynan bu Zulfiyoxon davlat mukofotiga 10 yil topshirdim. 10-yil deganda oldim. Kimdir uchun bu qisqagina yil, lekin men uchun ancha mashaqqatli. Nimaiki maqsad qo'yilgan bo'lsa, maqsaddan chekinmasin. Hozir barcha yoshlar uchun barcha imkoniyatlar eshigi ochiq. Siz ijodkor bo'lasizmi, tadbirkor bo'lasizmi, sportchi bo'lasizmi, ta'limchi bo'lasizmi, hamma sohani eshiklari ochiq. O'zlari qo'ygan maqsadlardan chekinmasligini tilab qolardim. Albatta, bugungi shunday ajoyib ko'rsatuvlardan birini mehmon qilib chaqirgan uchun telekanal xizmatkorlari, telekanal boshchilari hamda sizga de o'z alqishimizni, minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat, bor bo'ling. O'zbek Qoraqalpoq millatlarining do'stligi mangu bo'lsin, yoshlari birgalikda O'zbekiston elini dunyoga tanitadigan eng tajribali, eng bilimli yoshlar bo'lib yetilsa bersin. Sol qatorda bir kuflet o'zimning O'zbek Qoraqalpoq to'sqanligina baylanishli bir o'zimning qo'shig'im bor edi, o'qib bersam. Marhamat, marhamat. O'zbek Qoraqalpoq ikkovi bir so'z. Birisi qas qabaq, al birisi ko'z, birisi atadur, birisi ana to'sqandur O'zbegim Qoraqalpoqqa. O'zbekiston ulli bo'stonim mening, Qoraqalpoq ata makanim mening, bir bo'lgan tarixda bu ikki millat to'sqandur O'zbegim Qoraqalpoqqa. Sarkarda Amir Temur Botir Gulayim, birliging mangi bo'lsin ilayim. Beg'ariz yurt ulli O'zbekistonda shaynab gullayver Qoraqalpog'im. Rahmat. Rahmat. Har biringizga tashakkur aytamiz. O'zbekistonda mana shunday yoshlari bor. Ular o'zlari yosh, shijoatli bo'lishlariga qaramasdan ortlaridan ergashtirayotgan shogirdlari bor. Bizning niyatimiz shogirdingiz har biringizni o'zingizdan ham o'tadigan muvaffaqiyatli, omadli shogirdlar bo'lsin. Bu o'zimizning gapida. Omon bo'ling.